700 ming dollar deb eshitdim men bu narxini. Shunaqa deyishadi, o'zi lekin menga arzonga tushadi. Shu sohada bo'lganim uchun men endi bu narsalarni menda arzon, men chet eldan arzon olib kiraman deb hech kimga gapirib, ommaga olib chiqmayman. Chet eldan olib kirish bilan shug'ullanmayman ham. Lekin shu sohada bo'lganim uchun chet elda ham bu sohada juda ko'p tanishlarim bor. Hammasini inobatga olgan holda qimmat olishga haqqim yo'q. Sizga arzon ochdi? Ha, albatta. Qanchaga tushdi endi sizga? Shu mashina misol uchun O'zbekistonga yetib kelishi, xarajatlari, rastamoshkasi, mana bu broni plyonka, boshqa disket, tuning, balon hamma narsasi bilan ham даже 600 mingga bormagan. Причем bizdagi 700 ming, 770 ming deyilgan mashinalardan ko'ra bunda opsiya navorotlari ko'proq. То есть bu bogata komplektatsiya. Bitta ko'ringlar endi, bundoq havas qilib salonlarga o'tiring siz ham yonida. Wow, белый salon. Белый fistashkovoy bo'pti-da bu yog'i. Nima opsiyalari bor? Qisqa aytib bering. Tushunishim bo'yicha mana bu eshikdagi ham звездный neba отдельный opsiya. Da, eshikdagi yulduzlari ham alohida opsiya 13 ming yo 13,5 ming dollar bo'ladi. 13 ming, 13,5 ming dollar. Shuni o'zi. Shuni o'zi, ha. Ofigеть. Yana nima opsiyalari bor bu? Mana bu salon ham eksklyuzivmi? Ha, salonda bitta rang ishlasa, u standart bo'ladi. Ikkita rang ishlasa уже pul. 3 ta rang ishlasa eng qimmati bo'ladi. Bu 3 ta rang ishlayapti. Buni strochkalari oddiy tikilgan iplarini ham rangi qo'shimcha pul to'lash kerak bo'ladi. Necha pul turadi mana shunaqa opsiya? 5 ming, 6 ming atrofida kamida har bitta rang uchun. Где-то 15 minglik rang bo'pti deb o'tdi. Yana nima opsiyalari bor qizroq? Audio sistema yo prostoy bo'ladi, yo bespoke bo'ladi. U ham 12,5 ming dollar. Sizda bespoke, ha? O'sha setkasi oddiy bo'ladi, bunda yaltiroq bo'ladi. Men diskalarimni dizaynini shundan olganman. Diskalarni alohida zakaz qilganman. 24 razmer. Diskalar qanchaga tushayotgancha u obzor qachon olamiz deganimda, hozir diskalarni kutyapman dedilar. Diskalari, balonlari bilan taxminan 7-8 ming dollar atrofida. Nimaga aynan Spectre? Bu summaga уже ancha-muncha mashinani olsangiz bo'lardi, по-моему.